Bilasizmi, zamonaviy insonni eng katta xatosi nimada? Uni o'ylashcha, tanasi terisini boshlanish joyida yakun topadi. Aslida, sizni haqiqiy taningiz bu raqamli tana. Bu ortizdan cho'zilib, ergashib kelayotgan cheksiz ma'lumotlar oqimi. Sizni qo'ng'iroqlaringiz, geolokatsiya, tibbiy karta, xaridlar tarixi, Yandex taom yetkazib berish manzillari va hattoki Telegramdagi yozishmalaringiz sizni raqamli organlaringizdir. Rossiyada shu organlar uchun haqiqiy go'sht bozori ochilgan. Bugun shu industriyani fosh qilamiz. Shaxsiy ma'lumotlaringiz qancha turishi, sizni kim bo'laklarga bo'lib tashlagani va nega shaxsiy daxlsizligingiz aslida yomon sozlangan algoritm ekanini gapirib beraman. Eng muhimi, Rossiyadagi ijtimoiy reytingda siz qaysi o'rinda turasiz? Sal qolsa unutardim. Bugun shaxsiy ma'lumotlarni sotib olish, mol-mulk ro'yxatini bilish va rossiyalik mashhurlarni aniq manzilini aniqlash bo'yicha tajriba o'tkazamiz. Shuningdek, bu ma'lumotlar bilan nima qilish mumkinligini ko'ramiz. Gap kim haqida ketayotganini topdingizmi? Tiliga erk bergan yigit haqida. O'sha yigitga javobim videoni oxirida. O'tkazib olishga shoshilmang. Go'sht qayerdan olinadi? Ma'lumotlar. Ko'pchilik ma'lumotlarni kapishon kiygan xakerlar serverlar bazasini buzib o'g'irlashadi deb o'ylaydi. Safsata. Agar eshik ichkaridan ochiq bo'lsa, devorni buzishda nima keragi bor? Ma'lumotlar ikkita manbadan olinadi: sizdirilgan ma'lumot va insight. Birinchisi, sizib chiqqan ma'lumotlar. Bu ko'proq xakerlar mahoratidan ko'ra qo'li egri adminlarning natijasidir. Yandex 7, Gematest yoki Zdek bazalaridan ma'lumotlar sizdirilganini eslang. Millionlab ma'lumotlar tarmoqqa tekinga chiqib ketadi. Bu erinmagan odamlar uchun tayyor o'lja. Ikkinchisi, insight. Bunisi endi biznes, bank, soliq, aloqa operatori yoki mahalla idorasida 60 ming rubl oylikka ishlaydigan kichkina bir xodim o'tiradi. Uning uchun pasportingiz hujjat emas, balki kredit yopish yoki yangi iPhone olish imkoniyatidir. Shaxsiy daxlsizligingiz dabdabali hayot haqidagi videolarni ko'rib, kreditlarni to'lashga qiynalib yurgan odamni insofiga bog'liq. Nima deb o'ylaysiz? Bu tizim qanchalik ishonchli? Mana bunga qarang. Uni ismi deylik Anton. Anton go'yoki uni qo'rqitishi kerak bo'lgan kameralar tagida o'tiribdi. Lekin Anton kameradan qo'rqmaydi. U ertaga eski mashina uchun oyligini teng yarmini olib qo'yadigan sud ijrochilaridan qo'rqadi. Antonni og'dirib olish juda oddiy kechadi. Bu josuslik trilleri emas. U pizza uchun promokod qidiradigan Telegram kanalda e'lon chiqadi. Bank xodimlari kerak, erkin grafik. Haftasiga 100 mingdan daromad. Anton bu nimaligini biladi. U ahmoq emas. Ammo uni biologik ehtiyojlari, qorni to'q bo'lishi, issiq uyda uxlash va qarzlarni yopish bank siri degan mavhum tushuncha bilan to'qnashganda biologiya doim yutib chiqadi. Ma'lumotni bo'laklash texnologiyasi. Texnik jihatdan bu qanday bo'ladi? Anton bankdan hujjatlar to'la papkalarni yoki mobil operatorlar bazasidan olingan ma'lumotlarni ko'tarib chiqmaydi. Bu eskirgan usul. Birinchisi, fotoprobiv. Eng sodda daraja. Siz qog'ozlarga qo'l qo'yayotganingizda Anton o'zini monitorni to'g'rilayotgandek ko'rsatadi. Aslida esa smartfon kamerasini ekranga qaratadi. Birgina chiqillatish va pasportingiz skani, manzilingiz hamda hisobingizdagi pul miqdori Darknetdagi kuratorga uchib ketadi. Mobil operator menejerlari ham xuddi shunday qilishadi. Raqam kimning nomida ekanini yoki odamning nomidagi barcha raqamlarni aniqlab, ekrandan rasmga olib Telegramga yuborish 5 daqiqalik ish. Ikkinchisi, bazani ko'chirib olish. Anton boshqaruv paneliga kira olsa, u ma'lum filtrlar bo'yicha yog'li mijozlar ro'yxatini yuklab olishi mumkin. Masalan, 30 yoshdan 45 yoshgacha hisobida 1 million rubldan ortiq mablag'i bor barcha erkaklar. Bu oddiy ma'lumot emas. Qo'l markaz firibgarlari uchun tayyor qurbonlar ro'yxati.
Hozir deyarli barcha banklar bu tuynukni yopib qo'ygan. Biroq aloqa operatorlarining xavfsizlik xodimlari qo'ng'iroqlaringiz tafsilotini, hattoki geolokatsiyangiz bilan birga osongina chiqarib berishadi. Billing. Bilasizmi eng qizig'i nima? Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz ushbu bo'limga kiyib kelgan oyoq kiyimlaringizdan ham arzonga baholanadi. Pasportingiz skani 1 finjon qahva narxi. Yillik hisobingiz ko'chirmasi restorandagi kechki ovqat narxi. Uy manzilingiz 1 quti sigaretning narxi. Banklar kiberxavfsizlikka milliardlab pul sarflaydi. Dastur va algoritmlardan devor quradi. Ammo ichkarida qo'li egri odam turgan bo'lsa, har qanaqa devor foydasiz. Xavfsizlik xizmatlari kurashishga urinadi. Telefonni taqiqlab, tizimdagi har bir qadamni kuzatadi. Ammo Anton har qanday cheklovga yechim topadi. Chunki uni yashab qolish istagi xavfsizlik xizmatini yaxshi ishlash istagidan kuchliroq. Oddiy bank xodimi siz haqingizdagi aynan nimalarni sotishi mumkin? Pasport skani. Bank bazasida pasportning skan nusxasi saqlanadi. Eng bozori chaqqon tovar. Uni yordamida sizning nomingizga mikro qarz olishlari, pul yuvish uchun 1 kunlik firma ochishlari yoki firibgarlik uchun SIM karta rasmiylashtirishlari mumkin. Narxi 2000 dan 5000 rublgacha. Manzil. Xodim ham propiska manzilingiz, ham karta ochayotganda ko'rsatgan hozirgi yashash manzilingizni ko'ra oladi. Sizni qidirayotganlar, qarz undiruvchilar, dushmanlar yoki tanishlaringiz uchun bu sizni eshigingizga olib boradigan yo'ldir. Ikkinchisi, moliyaviy ma'lumotlaringiz. Ko'chirmalar, hisobingizdagi qoldiqlar. Hisobingizda katta miqdorda pul borligi sizni professional firibgarlar uchun asosiy nishonga aylantiradi. Ular sizni qancha summaga chuv tushirish mumkinligini aniq bilishadi. Bunaqa ma'lumotlar narxi taxminan 3000 dan 5000 rublgacha turadi. Uchinchisi, sizning aloqalaringiz, tizim va karta orqali o'tkazmalar hamda sizning xarajatlaringiz. Xodim kimlarga doimiy pul jo'natayotganingizni ko'rib turadi. Onangizga, o'ynashingizga, diler yoki hamkoringizga. Bularning barchasi tizimda ko'rinadi. Sizni ma'lumotlaringizni sotayotganda, xodim ko'pincha sizga yaqin bo'lgan odamlar ma'lumotlarini ham sizdirib yuboradi. Jismoniy shaxsi yillik hisob ko'chirmasi narxi 8000 dan 15000 rublgacha. Telefon raqamlari. Bankka ulangan va tasdiqlangan telefon raqamingiz. Sizning raqamli hamyoningiz. Xodim nafaqat hisobingizdagi pulni, tranzaksiyalar tarixingizni ham ko'ra oladi. Pulni qayerga ishlatyapsiz? Qachon spirtli ichimlik xarid qildingiz? Mikroqarzlar olganmisiz? Va aslida hayot tarzingiz qancha turadi? Sizning ijtimoiy maqomingiz. Bazada ish beruvchingiz, lavozimingiz, rasmiy daromadingiz haqidagi ma'lumotlar ham bor. Tizim uchun bu sizni qanchalik foydali ekanligingiz haqidagi ko'rsatkichdir. Sizning qarz zanjirlaringiz. Barcha kreditlaringiz, boshqa bank kartasidagi limitlaringiz va eng muhimi, muddati o'tgan qarzdorliklar haqidagi ma'lumotlar. Kredit tarixingiz bu kichkina ko'rinishdagi ijtimoiy reyting. Sizning psixologik portretingiz, scoring. Zamonaviy algoritmlar xarajatlaringiz asosida sizga turli yorliqlar beradi. O'ylamasdan xarid qiluvchi, qimorboz, ishonchli qarz oluvchi. Albatta, shaxsiy ma'lumotlar ro'yxati bank xodimidan olinadigan ma'lumotlar bilan cheklanib qolmaydi. Birinchisi, telekomlar. Aloqa operatorlari, Beeline, MTS, Tele2, Megafon. Bular ma'lumotlarni sizdirish bo'yicha chempionlardir. Jinoyat ishlarining yarmidan ko'pi ularning hissasiga to'g'ri keladi. Ular nima sotadi? Qo'ng'iroqlaringiz tafsilotini. Ular kim bilan yotganingiz, kim bilan biznes qilayotganingiz, kechasi 3 ta kimga qo'ng'iroq qilganingizni ham bilishadi. 3 oylik hayotingiz haqidagi ma'lumotlar narxi 5000 dan 15000 rublgacha. Bu shantajchilar va rashkchi er-xotinlar uchun oltin standart. Organ va davlat xodimlari. Bu eng elita va xavfli qatlamdir. Korrupsiyaga berilgan IIV, YPX, soliq idoralari va hatto davlat xizmatlari xodimlari. IIV va YPX. Rossiya pasporti avtomat tizimi plus biometrika. Ular nafaqat suratlaringizni, balki sizni biometrik nusxangizni ham saqlashadi.
Moskva metrosi va katta shaharlardagi yuzni tanib olish tizimi bo'lgan sfera. Pasportdagi suratingiz bo'yicha emas, balki yuzingizni matematik modeli bo'yicha qidiradi. Siz kapishon kiyishingiz, soqol qo'yishingiz, qarib ketishingiz mumkin. Algoritm ko'zlaringiz orasidagi masofa yonoq suyaklaringiz orqali baribir taniydi. Bazadagi bunday ma'lumotlar narxi 10 mingdan 25 ming rublgacha. IBDF federal darajadagi integratsiyalashgan ma'lumotlar banki. Siz haqingizdagi rezyume. Unda faqat sudlanganlik emas, har bir politsiya idorasiga kelganingiz, ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilganingiz, xolis yoki guvoh bo'lib ishtirok etganingiz ham bor. U yerda eski pasportlaringiz, laqablaringiz, alohida belgi va jinoyat olami bilan aloqalaringiz saqlanadi. Narxi taxminan 500 rubl. Magistral harakatlanishni total nazorati. Poyezd, samolyot, avtobus, parom. Tizim oxirgi 10 yil ichidagi barcha safarlaringizni tahlil qiladi. Siz ko'pincha bir qiz bilan Dubayga uchasiz, vaholanki boshqasiga uylangansiz. Tizim buni ko'radi. Siz qidiruvda bo'lgan inson bilan bir poyezdda bo'lgansiz. Tizim sizga bayroqcha qo'yadi. Narxi 10 ming rubldan boshlanadi. O'rgimchak to'ri va oqim tizimlari. Siz o'ylaysizki, yo'llardagi kameralar faqat tezlikni o'lchaydimi? Soddasiz. Pautina mamlakatdagi har bir mashinaning harakatini kuzatadi. Tizimda qayerga borgansiz, qayerda to'xtagansiz, kimning mashinasi bilan sizniki tez-tez yonma-yon bo'lib qolgani ham saqlanadi. Sinxron harakatlar. Shu orqali o'ynashlar, sheriklar va yashirin uchrashuvlar aniqlanadi. Kecha soat 18:42 da qayerda bo'lganingiz haqidagi ma'lumot 5000 rubldan boshlanadi. Birgina so'rov uchun. Yirik shaharlarda insonni kameralar orqali uydan ishgacha va yana qaytib kelguncha kuzatish mumkin. Rosreestr Egrin bazasi yopiq qismi. Qanaqa ko'chmas mulklarga egalik qilayotganingizni aniqlash imkonini beradi. Hatto siz uni yashirayotgan bo'lsangiz ham. Narxi 3000 dan 5000 rublgacha. Eng hamyonbop segment. Soliq bazasi SKDS. Soliq xodimi biznes aloqalaringiz, bank hisoblaringiz, real daromadlaringiz to'liq sxemasini yuklab olishi mumkin. Reyderlik hujumi tayyorlayotganlar uchun tayyor biznes razvedka. Bu shubhali sxemalaringiz va pullaringizni qayerda naqdlashtirayotganingizni ko'rsatadi. Narxi 10 mingdan 30 ming rublgacha, tahlil chuqurligiga qarab. Soliqchi sizni YTT va MCJ hisoblaringizdagi barcha pul harakatlaringizni ko'rib turadi. Narxi 20 ming rubldan boshlanadi. Biroq yanada teparoqda turganlar borki, ularda yanada ko'prog'iga kirish huquqi bor. Ha, ular ham ma'lumotlarni sotishadi. Narxlar tabiiyki balandroq. Menimcha tushundingiz. Bu FSB. Nima deb o'ylaysiz? Yuqorida aytilganlardan tashqari ular siz haqingizda yana nimalarni bilishadi? Bazadan boshlaymiz. O'ylaysizki, Telegramdagi yozishmalaringiz yoki kasallik tarixingizni ko'rish uchun FSB xodimiga sud qarori kerakmi? Bu safsatani yuridik fakulteti talabalariga qoldiring. Rossiyada so'rim tizimi amal qiladi. U tezkor qidiruv tadbirlar tizimidir. Bu dastur emas. Bu har bir provayderni, har bir aloqa operatorini va yirik internet servislar serveridan to'g'ridan-to'g'ri Lubyankadagi kurator pultiga boradigan jismoniy kabeldir. Ularda barcha eshiklar kaliti bor. Vkontakte, Yandex, Mail.ru, davlat xizmatlari, Max bular xususiy kompaniyalar emas. Ular kartotekalar filiali. Ular ma'lumotni so'rov bo'yicha bermaydi, balki real vaqt rejimida uzatadi. Siz hali yuborish tugmasini bosmasingizdan o'rtoq mayor yozganingizni allaqachon o'qib bo'ladi. Sizni ovoz namunangiz. Bankka qo'ng'iroq qilganmisiz? Biometrik ma'lumot topshirganmisiz? Tabriklayman, ovozingiz raqamlashtirilgan. Texnologiyalar sizni telefon raqamingiz orqali emas, balki ovoz tembringiz orqali aniqlay oladi. Siz har yarim soatda telefoningizni almashtirishingiz mumkin, lekin allo deganingizda tizim bu siz ekaningizni yaxshi tushunadi. Psixometrik profil. Neyro tarmoqlar nima yozayotganingizni, qanday yozayotganingizni tahlil qiladi. Gap tuzilishi,
imloviy xatolaringiz, faollik vaqtingiz. Shu asosda sizni psixologik portretingiz tuziladi. Obyekt agressiyaga, depressiyaga, xiyonat yoki norozilikka moyilmi? Ishonamanki, Xitoy ijtimoiy reytingi haqida eshitgansiz. Rossiyada bu reyting rasmiy ochilmagan, lekin amalda bor. Bu sodiqlik reytingi deb ataladi. Siz bu raqamlarni ko'rmaysiz, lekin ular hayotingizni belgilab beradi. Yashil zona. Soliq to'laysiz, televizor ko'rasiz, mitinglarga bormaysiz, ipoteka olasiz. Siz uchun chegaralar ochiq, kreditlar beriladi, davlat ishiga qabul qilishadi. Sariq zona. Taqiqlangan kanallarga obuna bo'lgansiz, jarimalaringiz bor. Tez-tez chet elga chiqasiz. Do'stlaringiz inoagentlar. Sizni aeroportda soatlab tekshiruvdan o'tkazishadi. Bankda yaxshi lavozimlarga ishga olishmaydi, hech bir sababsiz. Qizil zona. Siz Rosfin monitoring ro'yxatlarida yoki ekstremizmga qarshi kurash bazalaridasiz. Hisoblaringiz istalgan vaqtda bloklanishi mumkin. Sizga hatto mikrovolnovka uchun ham kredit berishmaydi. Siz tizim uchun xavfli hisoblanasiz. Bu reyting ko'rinmaydi. Siz uni faqat yopiq eshikka duch kelganingizda his qilasiz. Yagona harbiy hisob reyestri. Bu yakuniy bosqich. Endi mashina haydash, uy sotish, chet elga chiqish huquqlaringiz yagona bazadagi belgiga bog'langan. Shunaqangi tanlanganlar borki, ularning reytingi yashil darajadan ham baland. Tizim hattoki ularni himoya qilishga ham tayyor. Ularni oddiy bazalar orqali tekshirib bo'lmaydi. Agar juda xohlasangiz va qaysi eshikni taqillatishni bilsangiz, istalgan odamni topish mumkin. Biz aynan shu bilan shug'ullanamiz. Stas Aykak prosta esizdami? Aniqrog'i, oramizdagi bizani uzoq tariximiz. 2 yil oldin u o'zini Telegram kanalida men haqimda nojo'ya gaplar aytgan edi. Vaqt o'tdi. Lekin bu narsani azizlarim unutganim yo'q. Endi javob berish vaqti keldi. Xalq blogeri Stasni aslida siz o'ylamagan darajada ko'proq ko'chmas mulki bor. Komo ko'lidagi villaga ham Stas allaqachon pul ishlab topgan bo'lsa kerak. Shunchaki hali sotib olishga ulgurmagan. U asosiy vaqtini shu uyni 3-qavatidagi studiyada o'tkazadi. Ichkilikka ruju qo'ygan Stas hatto toza havodan nafas olishga ham chiqmaydi. Onda sonda yordamchisini spirtli ichimlikka jo'natadi. Shuningdek, Stasning shaxsiy hayotiga oid qiziqarli tafsilotlar ham aniqlandi. Lekin ularni kadr ortida qoldirganim ma'qul. Mish-mish tarqatish jentelmenlarga yarashmaydi. Bu yerda Stasning kvartirasi joylashgan. U bu yerda kamroq bo'ladi. Eshik tutqichiga nima sepdik? Xavotir olmang. Shunchaki yaxshi atir. Initio out for greatness. Lekin zaharli modda bo'lishi ham mumkin edi. U holda tutqichga bir marta tegishi o'zida milleniallar va zoomerlar uchun Solovyovdan yangi efirlarni ko'rmas edik. Xayriyatki, kamina internetdagi gap so'zlar uchun kimnidir jazolash darajasida qonxo'rmasman. Stas, iboralarni tanlashda ehtiyotkorroq bo'l. Shaxsiy ma'lumotlar ochiq bozorda sotilayotgan bir vaqtda Rossiyada internetni bloklashyapti. Bloklash Rossiya iqtisodiyotini ichkaridan samarali ravishda yo'q qilayotgan sotqinlarning ishi. Nimaga deysizmi? Buni keyingi videoda bilib olasiz. YouTube kanalimga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Blokirovkalarga qarshi kurashish uchun men va jamoam tomonidan maxsus VPN ishlab chiqilgan. Hozirda u Google Play va App Store'da moderatsiyadan o'tmoqda. Yaqin haftalarda ilova barchangiz uchun, hatto Smart TV uchun ham mavjud bo'ladi. Ushbu havola orqali Telegramga o'ting. Birinchilardan bo'lganlar uchun eng yaxshi shartlar taqdim etiladi. Yangiliklardan xabardor bo'lishingiz kafolatlanadi. Biz esa davom etamiz. Kim va nima uchun sizning ma'lumotlaringiz sotib olinadi? Javobni topdingiz. Firibgarlar, izohga hojat yo'q. Ularga bank xavfsizlik xizmati nomidan spektakl o'ynash uchun sizni ovoz nusxangiz kerak. Siz haqingizda qanchalik ko'p bilishsa, tanqidiy fikrlash imkoniyatingiz shunchalik kam bo'ladi. Xususiy detektivlar va rashkchilar. Xotiningiz kim bilan yurishini, qarzdor odamingiz qayerda yashashini bilmoqchimisiz? Bir necha ming rubl va qo'ng'iroqlar tafsiloti qo'lingizda.
Korporativ josuslik. Kompaniyalar o'z xodimlari va raqobatchilarini tekshiradi. Davlat. Lekin siz o'ylayotgan davlat emas. O'rtoq mayor shundoq ham ruxsatga ega. Bu yerda gap rasmiy iz qoldirmaslik uchun bir tuzilma, boshqasidan vositachi orqali sotib oladigan kulrang sxema haqida ketyapti. Bilasizmi, eng katta kinoya nimada? Siz kimdir manzilingizni bilib qolishidan qo'rqib turganingizda, algoritmlar qachon bu manzildan ko'chib ketishingizni allaqachon biladi. Tasavvur qiling, algoritm oxirgi 3 oy ichida xarajatlaringiz o'zgarganini ko'rib turibdi. Siz Yandex Plus obunasini to'lashni to'xtatdingiz. Supermarket cheklarida odatdagi mahsulotlar to'plami o'rniga bir kishilik tayyor taomlar va kechasi sotib olingan kuchli alkogol paydo bo'ldi. Geolokatsiyangiz oqshomlaringizni uyda emas, balki barlarda yoki do'stlaringiznikida o'tkazayotganingizni ko'rsatmoqda. Siz uchun bu hayotingizdagi og'ir davr, bank uchun esa bu xavfli default belgisi. Tizim tushunib turibdi. Siz ajrashish arafasidasiz yoki chuqur depressiyadasiz. Yaqin yarim yil ichida kreditni to'lamay qo'yish ehtimolingiz 40% ga oshadi va siz ipoteka so'rab borganingizda sababini tushuntirmasdan rad javob berishadi. Siz sanksiyalarni, iqtisodiyotni yoki bank bo'limidagi injiq ayolni ayblaysiz. Aslida sizga server ichidagi ichkilikka berilib ketgan o'zingizni raqamli arvohingiz rad javobini bergan bo'ladi. Okean modeli degan tushuncha bor. U odamlarni 5 ta belgi bo'yicha ajratadi. Ochiqlik, vijdonlilik, ekstraversiya, xushmuomalalik va neyrotizm. Xaridorga ma'lumotlar nega kerak? Qaysi tugmani bosishni bilish uchun. Agar probif sizni neyrotizmga va xavotirlanishga moyilligingizni ko'rsatsa, xavfsizlik xizmati qiyofasidagi firibgar siz bilan hazillashib o'tirmaydi. U bosim o'tkazadi, qamoq bilan qo'rqitadi va shoshiltiradi. Agar siz ekstravert bo'lsangiz va tavakkalchi bo'lsangiz, sizga noyob investitsiya sxemasini taklif qilishadi. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmasligi, VK yoki Facebookda sahifasi yo'qligi bilan faxrlanadi. O'zingizni raqamli tarki dunyo qilgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Siz soya profilsiz. Bu ma'lumot yig'ishni eng dahshatli texnologiyasidir. U shunaqa ishlaydi. Do'stingiz biron bir zararsiz ilovani, masalan, raqam aniqlovchi yoki fonarikni o'rnatadi. Ilova kontaktlarga ruxsat so'raydi. Do'stingiz OK'ni bosadi. Endi tizim sizni telefon raqamingizni, ismingizni va boshqalarning telefon kitobchasida qanaqa nom bilan yozilganingizni biladi. Eng muhimi, muloqotdoshlaringiz. Minglab odamlarning ma'lumotlarini solishtirib, algoritm raqamli suratingizni chizadi. Agar 10 ta do'stingiz muxolif bo'lsa, tizim sizga siyosiy faol belgisini qo'yadi. Agar 5 ta tanishingiz onlayn qimor o'ynasa, siz tizim uchun ehtimoliy ludomansiz. Aniqki, probif xizmati mavjud bo'lsa, demak, ma'lumotni o'chirish zatirka xizmati ham mavjud. Birinchisi, oddiy odam uchun. Bitta Telegram botdan o'zini o'chirish 10 mingdan 30 ming rublgacha. Ammo botlar yuzlab. Bu dengizni qoshiq bilan bo'shatishdek gap. Elita uchun paketli xizmatlar mavjud. 300 mingdan 1 million rublgacha. Maxsus vositachilar, ko'pincha sobiq xavfsizlik xodimlari yirik agregatorlar bilan kelishadi. Sizni oq ro'yxatga kiritishadi. Nega? O'zini mustaqil deb ko'rsatadigan bot egalari bunga shunchaki rozi bo'lishadi. Hammasi oddiy. Bu eng yuqori daromadli biznes. Siz haqingizdagi ma'lumotlarni 300 rublga sotish hech narsa emas. Lekin shu ma'lumotlarni ko'rsatmaslik uchun sizdan 30 ming rubl olish juda katta foyda. Siz ularga sizni sotmasliklari uchun pul to'laysiz. Bu zamonaviy raqamli reket. Biroq eng yuqorisi davlat tizimidan o'chirib yuborish. Siz qachonlardir Rublyovkadagi uylar egasini Rosreyestr orqali tekshirib ko'rganmisiz? Familiya o'rniga ko'pincha Rossiya Federatsiyasi degan yozuv chiqadi. Bu qonun bilan rasman ruxsat berilgan tozalash. Davlat o'zi tanlagan odamlar ustiga ko'rinmaslik plashini yopib qo'ygan. MVD
BDF yoki GBDD bazalaridan ham ma'lumotlar g'oyib bo'ladi. Bu millionlab mablag' va yuqori darajadagi aloqalarni talab qiladi. Bunga qurbi yetadiganlar uchun jinoiy o'tmish yoki jarimalar xuddi brauzer tarixini o'chirgandek oson o'chirib yuboriladi. Oddiy odamlar uchun xavfsizlik protokollari va onlayn gigiyena qoidalari mavjud. Bu haqida batafsil Telegram kanalimda so'zlab beraman. Obuna bo'ling. Rossiyada shaxsiy daxlsizlik hashamat belgisiga aylandi. Deyarli zirhlangan Aurus mashinasi kabi. Mayli, sizga nima? Axir siz hech qanaqa ish qilmadingiz va hech kimga keragingiz ham yo'q. Siz bilan professor Moriarty bo'ldi.